O'ynaymizmi? Ya aka. Rahmat. Taxminan bo'lsa o'ylab ko'raylik lekin. Rahmat aka. Men bu to'polni o'qimaganda. O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha mashinalarning bozorlarini narxini tanishtirib boramiz. So'rovnoma o'tkazayapmiz obunachilarimiz o'rtasida. Endi bozorga obuna bo'lgan bo'lsangiz, shunchaki 50 ming so'm pul sanab beramiz. Bo'lmagan narsa. Yana bitta savol beraman, to'psiz yana 50 ming so'm pul sanab beraman. Xo'p aka, beravering. Shu mashina haqida qiziqasizmi mashinaga? Ha? Qarang. O'zbekistonda Matiz avtomobili nechinchi yildan boshlab ishlab chiqarilgan? Matiz tak 90 yo'q. 2001-yildanmi shunaqa? Aniqini ayting-da. 2001 bo'lishi kerak. 2001. Taxminan aytdingiz-mi, bilib turib aytdingiz? Taxminan aytdim. Taxminasi ham omad kelaverar ekan mana. Gap bo'lishi mumkin emas. 2001. Aka. Bu aniq. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rdinglaring. Samarqandda o'z so'rovnomamizni tugatdik. Obuna bo'lganlar ham ko'p ekan bu yerda. Keyingi mehmonimiz siz bo'lib qolishingiz mumkin, ishtirokchimiz. Shuning uchun bizga bitta obuna bo'lib, laykalarni qizartirib qo'yamiz.